Ha? İsmingiz nima? Qayerdan? Marg'ilondan. Marg'ilondan Sodiqjon aka bugun tug'ilgan kunlarini nishonlab o'tgan ekanlar. Sharila Qarsiyeva. Salomat bo'ling, kasbiy faoliyatingizni ulkan muvaffaqiyatsiz safarlar tilaymiz. Hozir mana hozircha musiqani basekamiz. Sizga bitta raqobatchi bor. Zotdagina hozircha 140 ta. 140 ta. Qarab turasiz hozir. Eng hayajonli daqiqalar. Qolganlarda bal u qadar baland emas. Bak, 6-yo'lakcha o'yin tuganda oyoq kiyimlarini almashtirishinglar mumkin. Ro'yxatdan o'tib olamiz. Marhamat, borib topshirasizlar. Qolganlar iltimos Barg'ov tomoniga o'tib olamiz va bu yerga yangi partiyani taklif etamiz. 4-liniyaga yordam kerak. Missiya yakunlandi. Rahmat. 118 eng katta qayd etilgan natija 7-yo'lakda. Qirg'izistonliklar katta rahmat. 146 da. Bravo. Oyoq kiyimlarini topshiramiz va o'yinlardan o'tmaymiz. Katta rahmat. Sunnatga keling. Sunnatga. O'zingiz topshirasiz endi sertifikat. Keling. Demak, 3-o'rindan boshlaymiz. Mirhamidov Botir aka, 3-o'rin. Qayerdasiz? Mushuklarni qo'yamiz. Bravo, Sharila Qarsiyeva. Olimjonov Azamatjon, 3-o'rin. Sertifikatlarni taqdirlaysiz. 32 talik Avlod televizori topshiriladi. Sharila Qarsiyeva. Avazbekov Abduvoris taqdirlaysiz. Navbatdagisi Soliyev Muhammad Hakim. Hakimjon aka. 3-o'rinni aniqlayapmiz. Nig'monov Ikrom aka. 3-o'rin. Bravo. Tabriklaymiz. 32 talik Avlod televizorlari topshiriladi. Bitta esdalik uchun suratlarga tushamiz. Qayerdan? Andijon! Vodiylikda Qarsi
Minnatdorchilik bildiramiz. 3-o'rin. 2-o'ringa o'tamiz. Meniboyev Doniyorjon. Charinglar, qarsiya. Mehmonlar, Qirg'izistondan kelgan mehmonlar. Boyitik 2-o'rin. Sertifikat topshiriladi, marhamat. Osmonov Qosimbek 2-o'rin. 9 smart televizor. Georgiy, marhamat. Va oxirgisi Sirojbek Mavlonberdiyev. Marhamat. Shunday bo'lsa. Qirg'izistondan kelgan do'stlarimiz, charinglar, qarsinglarda. Xalqaro kuchlarga ham katta rahmat, minnatdorchilik bildiramiz. Va aktiv ishtirok etishda yuqori natijalar qayd etildi va umumiy hisobda 2-o'rinda to'plagan holatda 43 talik smart televizor bilan taqdirlanadi. Katta rahmat. Shuningdek O'zbekistonda ana endi 360 talik xonadonliklar 1-o'ringa topshiriladi. Qayerdan 1-o'rin? Kimlar? Toshkent. Mana Toshkent. Qo'qon. Xo'p, ismlarni o'qiymiz. To'xtaqo'ziyev Akrom aka 1-o'rin. Bravo. G'ofurov Muhammad Kalam 1-o'rin. Nega bo'lishmayapti? 1-o'rin. Muhammad Kalam aka, marhamat. Imomov Ulug'bek 1-o'rin. Madvaliyev Azzaka 1-o'rin. Taqdirlanasiz. Va oxirgisi esa Zohidjon aka 1-o'rin. Bravo. Kuchli jamoa. Esdalik uchun suratlarga chiqmayapmiz. Sertifikatlar topshirildi. Qarsiga erishtiryapti. Minnatdorchilik bildiramiz. Endi bizda bitta emas, ikkita super yutuq bor edi. Sharmel Shevkiyolarga eng yuqori ballarni to'plagan ikkita ishtirokchimizga hozirning o'zidayoq sertifikatni topshiramiz. O'zingiz so'radingiz? Davak. Hamidov ota. Natija Sharmel Shevkiyolarga. Ikkinchilari esa Jalilov Zohid 2-o'rin. Bravo Zohidga. Super yutuq Sharmel Shevkiyolarga qo'lga kirishyapti. Qanchadan beri o'yin o'ynaysiz? Qanchadan beri sizcha? Xo'p, Rayonni qanchadan beri o'ynaysiz? 2-7 Sharmel Shevkiyolar. Aslida qiyin. O'yin o'ynashmi, Rayonni sinfga kirishmi? Bowling o'ynash. Bravo. Hamkorligingiz uchun rahmat sizga kattalarga minnatdorchilik bildiradi. Kelgusi ishlaringizda omadlar, muvaffaqiyatlar, zafarlar tilaymiz. Yaxshi borib kelinglar. Sharmel Shevkiyolarga kelganda mana shu insonlarni eslab qo'ysanglar bo'ladi. Sharmel Shevkiyolarga. Katta rahmat. Hurmatli do'stlar, hurmatli mehmonlar, bu ertaga o'yinimiz bo'ldi. Ertaga boshqa o'yinlar davom etadi. To'lov chirishma, suzishma, xudo xolasa. Bizga davom etinglar, like, komment, yordam chiqmasin. Ertaga xudo xolasa ertalab nonushtadan so'ng ko'rishamiz va kechgacha qanchadan qancha sovg'alarni yutib olamiz. Qolaversa, kechki dasturlarimizda eslarimizni ijodkor ijodkorlar ishtirokida davlat konsert ham bo'lib o'tadi.